Do'stlar, mana shu mashinaga o'zini kategoriyasi teng mashina yo'q deb o'ylayman. Karlurmagan, karlurmagan. Sen nima Equinox 2 mi? Sen nima olib kelasan bunga? Nima bor? Equinox 2 turbo to'g'rimi? Turbo. Necha ot kuchi? 236 kuchi. Crossover, ha? Crossover. Men senga Cherry Tiggo 8 Pro Max olib keldim, o'rtoq. 2 turbo bu. 512 gigabaytmi, 1 terabaytmi bu? Nima farqi bor? 2 terabayt qolasan. Nima bu? Nima? Cherry bu. 8 Tiggo Pro Max. iPhone mi bu bolalar, nima bu? Vesi qara, senikidan og'irroq, lekin ot kuchlari почти nimasi bir xil. Shans qiyin, brat. Men yutishga kelganman. Hozir ko'ramizda keyin. Yo'q. Tayyormisan? Tayyorman. Ketdim, man. Radio yo'qmi, radio? Oyit qilasan, ko'p gapirma. Hozir choyini ichiraman. Eshitsanmi? To'g'risi, men ham bilmayman. Kim uchun men yutishga keldim. Bugun men yutishga tayyorman. Tayyor. Hozir ko'ramiz kim yutadi. Ketdi, bolalar, ketdi. Cherry Tiggo 8 Pro Max 2 turbo 245 ot kuchiga qarshi Equinox 2 turbo 236 ot kuchi qarshi ko'ramiz qaysi bitadi. Tayyormisiz? Tayyormisiz? 1 2 3 Ketdi. Все, забрал. Забрал. Давай! Ой, yetdi. Bos! Bos! Los! Ozginada o'tib ketdi. Urdim, bilin. Yomon yetyapti, ko'ryapsizlarmi? Gap yo'q. Equinox, давай, не подводи. Olamiz, hozir olamiz. Ikkinchi raund. Tayyormisiz? Tayyormisan? 1 2 3 Ketdi. Voy mamuni. Qo'yganini qaranglar. Bos! Voy mamuni. Bilay, men o'tib ketishini qaranglar. Yomon yetyapti. Ot kuchi sal ko'proq bo'lganini hisobiga yutdi menimcha. Cherry, brat, yutdi-yu sana yutib qo'ydi-yu, nima bo'ldi? Karlendi, karle. Bor, nimadir qilingan bu. Men vashi ishonish qiyin. O'tib ketganini ko'rdinglar, men bunday o'tib ketyapti bu. Do'stlar, hozir rostdan nimadir qilinganini ham ko'ramiz. Aka, mashina ochib bering kapotini. Hozir ko'ramiz, a. Agar hech narsa qilmagan bo'lsa, nima qilamiz? Hech narsa qilmaymiz. Choyni ichamiz. Yo'q. Choyni ichamiz. Просто faqat bu yerda choy yo'q. Bolalar choyxonada choy ichgan kadrni qo'yamizki. limon choy bu. Limon choy. Hozir qaranglar, kapotni oching. Mana. Qani nima bor ichida? Nima bor o'rtoq? Hozir ko'ramiz. Nima ko'ryapsan o'rtoq? Issiq ekan bu yerda. Men bu yerda motor ko'raman. Do'stlar, yo'q. Stok variant, stok yo'q. Programma chip qiladi, bilasizlarmi? Chip qilgan bo'lishi mumkin bu. Men Cherry'ga kim chip qiladi? Jinnimisan? Yo'q, odamda o'zining ustasi bor buni, bilasizlarmi? O'zbekistonda zo'r ustalar bor. Bilmadim, balki avtosalonda qilayotgandir Cherry'da. Lekin ko'rasizlar, stok versiya Cherry Equinox'da choyni ichirdi. Sen ham choyni ichiramiz shaharga borib. Do'stlar, drag race yutamagandan keyin do'stim Cherry Tiggo 8 Pro Max'ga endi tormoz testi o'zi tashyapti. Bu tormoz testi yutishim aniq. Sababi mening mashinam bunga nisbatan ancha yengil. Lekin o'sha gap 2 kilo 8 kilo chinalasi bor. Do'stlar, hozir ko'ramiz. Bolalar 100 tezlikda bosadilar. Tizuvdan o'tishgandan keyin ikkalasi parallelni tormoz berishadi va qaysi bir yutsa, o'sha yutadi, to'g'rimi? Hozir ko'ramiz. Boshladik. Oka, 100 gacha olib chiqamiz. Ketdi. Tayyormisiz? Bo'ldi, 100 ga chiqdi. Kelamiz. Keldik. 1
Aka gaplashib o'tirishlar. Akani qara, akani. Akani syomka qiling. Boshlandimi? Boshlandimi? Do'stlar, tormoz testini ko'rdinglar. 100 tezlikda ikkala mashina parallel to'xtadi, lekin Nodir bu safar g'alaba qozondi. Do'stlar, nimadir bo'lsa ham yutdim bu. O'zi bilardim tormozligini, bilasizlar. Lekin bunchalik tormozligini. Tabriklayman do'stlar, ko'rasizlar. Tafovut qancha desangiz, taxminan 1,5-2 metr raznica bilan voqeroq to'xtadi. Do'stlar, ushbu video foydali bo'lgan bo'lsa, Like, podpiska va Rodking YouTube kanaliga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. hammaga omad.